G'azodagi urush tugadi. Sizlarning sabringiz uchun sizlarga salomatlik bo'lsin. Bu yangilikni hammamiz eshitgan bo'lsak kerak. Isroil va Falastin o'rtasidagi urush mutlaq to'xtatildi. Hop, tillaga keladigan bo'lsak, tillarni hozir sotib olmaymiz. Sababi dunyoda notinchlik bo'lganligi uchun tilla to'xtovsiz oshib ketdi. Endi bundan buyog'iga tinchlik bo'ladigan bo'lsa, tilla yana ozgina tushib beradi. Ozgina kutishimiz kerak. Tinchlik bo'lib tursa, albatta tilla tushadi. Hozir tilla maksimum darajaga chiqqan. Bu degani tilla tushib ketadi degani emas. Tilla har doim o'suvchi metal. Tilla hech qachon tushmaydi. Yana aytaman, tillani olish kerak, tillani bosish kerak. Iloji bo'lsa mulk qilib olib qo'yish kerak. Tilla narxi oshadi. Faqatgina notinch bo'lganligi uchun tilla to'xtovsiz oshib ketdi. Hozirda tinchlik bo'lib tursa, tilla yana o'z minimumiga keladi. Minimumiga kelgandan keyin bir oy ichida tilla o'z narxiga kelsa, vaziyatga qarab bir oydan keyin sotib olishni boshlaymiz.